Toretto'ni sog'inganda bormi? Bekzod. Bu cho'zib mashinani, Bekzod. Lekin bor, Toretto mana sizlar bilan bitta maslahatlashadigan joyiga keldi. Xullas Bekzod mashinani gul qilib, rostakasini amerikanskiy qilib tayyorladilar. Tom 15 santimetrga pasaydi, eshiklar uzaydi, yarim metrga kengayib ketdi shekilli. Oldi faralarni ko'rasizlarmi? Zavod qilib joyiga keltirdi. Endi sizlar bilan bitta maslahat. Xullas biz mashinaning rangini o'ylaymiz, nima qilaykin deb o'ylaymiz. Bular eng kuchli kastafraflardan, shu chempionlar mana ikkitasi, ikkalovi ham Bekzod otligi. Xullas men aytdim-man. Mana shu mashinaning rangini olcha rang qilaylik. Mana tepada rasmini chiqarib qo'yamiz. Olcha rang qilsa o'damman, dodda bo'lib chiqadi domman. Bu amerikanskiy stilda yasaldimi? Hop. Sinov do'kkan mashinalarni ko'rgan bo'lsangiz, yashil rang ko'p, to'g'rimi? Hop. Bunga faqatgina yashil qilsa yarashadi. Qoradan boshqa rang umuman yarashmaydi. Asli Toretto'ning rangi o'zi qoraga bo'yaymiz, okalar. Lekin adashyapsiz, aka. Xo'p deng, men aytayotgan rang lekin udar bo'ladi. Bori xolisiz mana obunachilardan so'raymiz. Okalar, nima rang qilaylik? Xullas, bosh qotib qoldi, bilaman. Fukusi bor odamlar bizga podpisanlik bo'lgan. Nima rang? Birinchi variant olcha rang, ikkinchi variant yashil. Amerikanskiy sinov dok. Uchinchi haqiqiysi. qora rang. Xullas, kommentariyada yozinglar. U yoq bu yoq bir 2 haftalarda xudo xolisa mashinani inshaalloh bo'yab yuboramiz. Lekin O'zbekistonda bir dona rang bo'lish kerak, unaqa rang bo'lish kerak emas. Shu mana rangni ham nomeradini, anorli suvlarni ham nomeradini royal bo'ladi. Bismillah.